Şərq Türkistanlıq qarindoshlar. Şərq Türkistan xəbər agentligining xəbərlər programmasını ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Tövəndə təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. Hər yili 7-ci ayının 3-cü həftəsi Əsir Dövlətlər Həftəsi. 1959 yılı Amerika Prezidenti Dwight D. Eisenhower ammaning Kommunistik partiya va boshqa demokratik bo'lmagan hokimiyatlarning aziz davlatlarni tutqun qilib zulm qilishiga nisbatan engini yuqori ko'tarishni maqsad qilib qonun ma'qullab, Əsrdəki Dövlətlər Komitetini qurib, 7-ci ayının 3-cü həftəsini Əsir Dövlətlər Həftəsi qilib bekitdi. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti 17 iyul günü Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin Cumhur rəisi Doktor Məmtəmin Əli Əfəndining ictimai axborot vositalarida Əsir Dövlətlər Həftəsiga bag'ishlangan uchurini o'rtoqlashdi. Cumhur rəisi Doktor Məmtəmin Əli Əfəndi bugun Əsir Dövlətlər Həftəsi münasabati bilan biz Şərq Türkistanning Xitoyning rəhimsiz ishg'oliyati ostida qolganligini dunyoga eskartamiz. Əsir Dövlətlər Qanunu əsrdəki dövlətlərin erkinlik və müstəqillik arzusunu qollashning lozimligini ta'kidladi. Biz Amerika hökuməti və parlamentinin Şərq Türkistanni Xitoy ishg'ol qilib olganligini rasmiy e'tirof qilishini, shundoqla Amerika Kengash palatasining Amerika Tashqi ishlar ministrligida Şərq Türkistan masalalarining alayda moslashtiruvchisi tayinlashni o'z ichiga olgan Uyg'ur siyosiy qonunini ma'qullashini talab qilamiz. Amerika və barlıq erkin dövlətlər Xitoyning Şərq Türkistanni yo'qotish tirishchanligiga qarshi turib, bizning tashqi o'z taqdirini o'zi belgilash huquqimizni qo'llashi kerak. Əsrdəki dövlətlər qanunining prinsiplarini qo'llash, bo'libmi erkinlik va mustaqillik arzusini qo'llash dunyoviy adolat va erkinlik uchun intayin muhim dedi. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti 17 iyul kuni axborot e'lon qilib, Amerika va xalqaro jamiyatni Xitoyning ishg'oliyati ostidagi Şərq Türkistandagi qiyinchilikqa diqqatini markazlashtirishga chaqirdi. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti e'lon qilgan axborotda 1949 yılı 10 ayning 12 kuni Xitoy Xalq Cumhuriyati Şərq Türkistanға tajovuz qildi. 1949 yılı 12 ayning 22 kuni mustaqil Şərq Türkistan Cumhuriyati rahbarlari o'ldirilgandan keyin Sovet ittifoqining qo'llashi bilan Şərq Türkistan Xitoy Kompartiyasi tarafidan ishg'ol qilindi. 1955 yılı ishg'oliyatini qonunlashtirish va Şərq Türkistan xalqining erkinlik va mustaqillik arzusini bostirish uchun bir harakatni qo'llanib, Şərq Türkistanni Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni deb atadi. Qandaqla bo'lmasin, o'tgan 74 yilda Şərq Türkistan xalqi Xitoyning davom qildirib kelayotgan ishg'oliyatiga qat'iy qarshi turib, erkinligi va mustaqilligini asliga keltirmoqchi bo'ldi. Amerika 1959 yılı 7 ayning 17 kuni yo'l qo'ygan Əsir Dövlətlər Qanunu Türkistan deb bilingan Şərq Türkistan va Tibetga o'xshash o'rligi va mustaqilligi bo'lgan davlat xalqlarini o'z ichiga olgan asir davlat xalqlarining erkinligi va mustaqillik istaklarini qo'llashning zarurligini ta'kidlaydi. Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa Turkiya xalqlari o'ltiraqlashgan Şərq Türkistan Xitoy hukumati tomonidan yurgizilayotgan og'ir bosim, sistemlik irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyatga duchor bo'lmoqda. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin Tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor Şərq Türkistan sürgündü hökuməti Amerika hökuməti və Amerika Kengashining Şərq Türkistanni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilishiga qayta chaqiriq qiladi. Şərq Türkistan xalqi duch kelgan sistemlik irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatning tub sababi bo'lgan Xitoyning Şərq Türkistanni ishg'ol qilib olishdan iborat jinoyatini ayplash adolat va hurlik yo'lidagi muhim bir qadamdir dedi. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti 2024 yılı 15 fevral günü Amerika Kengashi tarafidan inson haqlari 2766 numurluq deb qabul qilingan Amerika Tashqi ishlar ministrligida Şərq Türkistan Uyg'ur ishlari alayda moslashtiruvchisi ta'sis qilishni o'z ichiga olgan Uyg'ur siyosiy qonunini tizim ma'qullashni talab qiladi. Bu qonun Şərq Türkistanning qiyinchiligini uyg'un ta'xirsizlik bilan hal qilib, Xitoyning davom qilayotgan mustamlikada irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyat harakatiga moslashgan butun hukumatning inkosining amaliylashishiga kafolatlik qilishda intayin muhim. Bundan boshqa Amerika hukumatini Şərq Türkistanға Tibet bilan barobar muomala qilishga, Xitoyning ishg'ol qilingan Şərq Türkistondagi to'xtovsiz tashviqoti, kultur va jismoniy buzg'unchiligiga uchratishga, shundoqla sistemlik qirg'inchilikqa diqqatini markazlashtirishi va uningga qarshi turishga chaqirdi. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin rəisi Doktor Məmtəmin Əli Əfəndi Amerika və barlıq erkin dövlətlər Xitoyning Şərq Türkistanni yo'qotish tirishchanligiga qarshi turishi va bizning sirtqi o'z taqdirini o'zi belgilash huquqimizni qo'llashi kerak. Əsir Dövlətlər Qanunining prinsiplarini qo'llash, bo'libmi erkinlik va mustaqillik arzusini qo'llash yer sharining adolat va erkinligi uchun intayin muhim dedi.
Şərqi Türkistan sürgündü hökuməti Şərqi Türkistanның erkinligi və müstəqilligini təşəbbüs qilishdə çiң turdu. Biz barlıq əsir dövlətlər bilan ittifaqlashib, xalqaro jamiyatni erkinlik və adolat prinsipida çiң turishga chaqiramiz deyildi. Şərqi Türkistan sürgündü hökumətinin əsir dövlətlər həbsi fəaliyyəti əsnasında dünyadakı dövlətlərdən Şərqi Türkistanның müstəmləkə, işğal və irqi qırğınçılıqdan ibarət qiyinçiliqini hal qilishni talab qilib e'lon qilgan axborotni ANI xabar torida və Hindistan bayani xabar torida 17 iyul kuni Amerika ovozining Xitoycha bo'limida 19 iyul kuni tafsiliy xabar qilindi. Amerika ovozining Xitoycha bo'limida bu hafta əsir dövlətlər haftaligi 17 iyul çarşamba kuni Washingtondagi Şərqi Türkistan sürgündü hökuməti Amerika hökuməti və parlamentini əsir dövlətlər həbsi münasibəti bilan Şərqi Türkistanni Xitoy işğal qilgan dövlət deb rəsmi e'tirof qilishga chaqirdi. Şərqi Türkistan Xitoy və dunyodagi boshqa dövlət və xalqlarning Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni deb ataydigan joyni ko'rsatdi. Xitoy ichidagi Uyg'urlar bu atalg'ini ishlasa, dövlətni parchalashga urinish jinoyati bilan ayblanadi. 1959 yılı Amerika prezidenti Dwight D. Eisenhower qanun ma'qullab, əsir qilingan dövlətlər komitetini qurub, 7 ayning 3 haftasini əsir dövlətlər haftaligi qilib bekitdi. Bu, ammaning kommunistik partiya və başqa demokratik bo'lmagan hokimiyatlarning ojiz dövlətlərni əsir elish və zulm qilishiga nisbatan engini yuqori ko'tardi. Şərqi Türkistan sürgündü hökumətinin a'zosi Salih Xudoyor Amerika ovoziga Amerika Şərqi Türkistanni Xitoy ishg'ol qilgan davlat deb rasmiy e'tirof qilish orqali Uyg'urlarni kuchli qo'llaydi. Bu xil qo'llash Xitoyning Şərqi Türkistanni ishg'ol qilib olish va mustamlika qilishi sababidan kelib chiqqan irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirishga yordam qiladi dedi. Salih Xudoyor Amerikani Tibetni qo'llagandek Şərqi Türkistanni qo'llashga, shundaqla Xitoyning Şərqi Türkistan bilan aloqador xato tashviqoti va davlat alqigan besimiga qarshi turishga chaqirib, buningga qarshi turish uchun Amerika kulturni qo'g'dash tadbirlarini qo'llaydi, ma'rif programmalarini mablag' bilan ta'minlaydi va Tibetga qilgandek ommaviy diplomatiya yo'li orqali Şərqi Türkistanning tarixini tunutalaydi dedi. Salih Xudoyor yana Amerika Kengash palatasini bu yilning boshida Avom palatasi tasdiqlagan Uyg'ur siyosiy qonunini ma'qullashga chaqirdi. U Uyg'ur siyosiy qonunining ma'qullanishi Şərqi Türkistanliklar duch kelgan irqiy qirg'inchilik va muajiratga Şərqi Türkistanliklar duch kelgan boshqa jiddiy xirislarga hukumatning strategik tadbiri umumiy inkosiga kafolatlik qiladi dedi. U yana xalqaro ittifoq orqali diplomatik besimning Şərqi Türkistondagi insonparvarlik krizisini hal qilishga foydali ekanligini ta'kidladi. Bu qonun loyihasi Amerika Tashqi ishlar ministrligining Uyg'ur masalasi uchun maxsus moslashtiruvchi tayinlashini talab qiladi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi 18 iyul payshanba kuni Amerika ovozining ziyoratiga javoban Amerika fuqarolar jamiyati va xususiy egilikni o'z ichiga olgan sheriklarimiz va ittifoqdoshlarimiz bilan davomli hamkorlashib, Amerika hukumatining mas'uliyatini ado qiladi. Xitoy Xalq Jumhuriyatidan davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi turish jinoyati va boshqa kishilik huquq dafsandichiligi, jumladan musulmon Uyg'urlarni asos qilgan boshqa millatlar diniy guruhlarga ziyonkashlik qilishni to'xtatishni talab qiladi. Biz Xitoy Xalq Jumhuriyati amaldorlarini atalmish Şinjandagi vahshiylikdan javobgarlikka tortish uchun moliya jazosi va viza cheklamasi qatorliq barliq muvofiq usullarni ishlatishni davomli o'ylashyapmiz dedi. Şərqi Türkistan sürgündü hökuməti 17 iyuldagi axborot e'lon qilish yig'inida mustaqillik tashabbusini qo'llashni qo'lga keltirish uchun 1949 yılı 12 oktyabr kuni Xitoy Xalq Jumhuriyati mustaqil Şərqi Türkistonga besib kirdi. 1949 yılı 12 ayning 22 kuni 1944 yılı qurilgan Şərqi Türkiston Cumhuriyatini ag'dirdi. 1955 yılı Sovet İttifaqının qo'llashi bilan Şərqi Türkistonga bo'lgan ishg'oliyatini qonunlashtirish va Şərqi Türkiston xalqining erkinlik va mustaqillik orzusini bostirish uchun Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni deb ism qo'ydi dedi. Xitoyning Washingtonda turishliq bosh elchixonasining bayonotchisi Liu Pengyu Amerika ovozi radiosiga Jungo sürgündəki Şərqi Türkistan hökumətini Jungoga qarşı organ və aşqın təşkilat deb qaraydı. Çünki bu təşkilat Şərqi Türkistan dövlətini qurub müstəqil olmaqçı. Şərqi Türkistançı bölgünçü güclərinin milli ittifaqlığını buzuş və Jungoni parçalaş urinishi muvaffaqiyat qazanalmaydı. Şinjanğa münasibətlik məsələlərinin kişilik hüquq bilan münasibəti yox. Bu zo'ravon terrorluq, radikallik və bölgünçilikə qarşı kurash. Jungoga qarshi kuchlar Şinjanğa münasibətlik yolg'on uchurlarni tarqitadi, paketni burmalaydi. Jungoning obrazini haqoratlaydi va ichki ishlarga aralashadi. Buning maqsadi Şinjan rayonining muqimligi va taraqqiyotiga buzg'unchilik qilish deyildi. Şərqi Türkistan sürgündü hökumətinin bexatarlik və tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor əpəndi Xitoyning Amerikada turishliq elchixonasining bayonotchisi Liu Pengyuning bayonlariga raddiya berib,
Xitoyning Amerikada turishliq bosh elchisi Li Pengyuning Sharq Turkiston surgunda hukumatini atalmish oshqun tashkilot deb shaytonlashtirishga tirishishi o'z taqdirimizni o'zimiz belgilashdagi qonunliq tirishchanliklarimizni rad qilish va bostirishning taktikasi. Sharq Turkiston kuchlari bo'lguncha emasdir. Chunki Sharq Turkiston hech bir zaman Xitoyning bir parchasi bo'lmadi va bizmo Xitoyni bo'lish qilmishida bo'lmaymiz. Sharq Turkiston bilan Xitoy tarixdan beri ayrim-ayrim ikki davlat bo'lib, Jayugan bilan chegaralanadi. Sharq Turkiston xalqi chet elliklarning ishg'oliyati va mustamlikasini oxirlashtirib, erkinligi, mustaqilligi va izzat hurmatini qayta qo'lga keltirdi. Ularning erkinlik va mustaqillik qo'g'lashini azaytqili va to'xtatqili bo'lmaydi dedi. Sharq Turkiston surgunda hukumati Xi Jinping Sharq Turkistonda Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar duch kelgan irqiy qirg'inchilikqa bevosita mas'ul dedi. Siyosat xabar torining 13-iyul kunidagi xabarida atalmish Xinjiangdagi vaziyat Xitoyning Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turkiy xalqlarga qaratilgan qattiq bostirish va kishilik huquq dafsanchiligi bilan ifodalandi. Dunyo fuqarolari mahkamasi dunyo rahbarlari va kishilik huquqqa daxli ta'riz qilgan jinoyatlarni, jumladan tajovuzchilik jinoyati va insoniyatga qarshi turish jinoyatini ayblaydigan xalq sudi bo'lib, dunyo fuqarolari sudi adliya organi Gollandiya Gagada Xitoy sudini yo'lga qo'yib, 8-iyuldan 12-iyulgacha sud ochdi. Tayvan, Tibet va Sharq Turkistondagi tajovuzchilik, insoniyatga qarshi jinoyat, shundaqla irqiy qirg'inchilik, Xitoyning ziyonkashligiga uchraganlarning guvohligi sud jarayonida ko'rsatildi. Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata yurgizayotgan qilmishini irqiy qirg'inchilik, qattiq bostirish va kishilik huquq dafsanchiligi deb aybladi. Sharq Turkiston va uning xalqiga vakillik qiladigan Sharq Turkiston surgunda hukumati, dunyo fuqarolari sudi, adliya organi Xitoy prezidenti Xi Jinpingni Uyg'urlarning irqiy qirg'inchiligiga bevosita mas'ul deb ko'rsatdi. Sharq Turkiston surgunda hukumati Sharq Turkistondan kelgan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq Sharq Turkistonliklarga vakillik qiladigan hukumat bo'lib, bosh shtabi Washingtonda. Sharq Turkiston surgunda hukumati Xitoyning jinoyat o'tkazishdagi asosli muddaosi Sharq Turkistonning mustaqilligining oldini olish va Sharq Turkiston davlatini Xitoy davlatiga qo'shib, xalqini Xitoy xalqi bilan majburiy birlashtirish ekanligini aytdi. Sotchi xalqaro qonunning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini e'tirof qilishni talab qilganligini ta'kidladi. U oxirida Xitoy Uyg'ur va boshqa turk xalqlarini nishon qilgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi turish qilmishlarini sistemli planladi va ijro qildi. Xitoy diktatori Xi Jinping bu jinoyatlarga bevosita mas'ul dedi. Sotchi yana davomlashayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining Uyg'ur xalqini yo'qotishni maqsad qilgan o'zliksiz kuchli hujum ekanligini ta'kidladi. Sotchi Xitoyning ishg'ol qilingan Sharq Turkistondagi vahshiyligi to'g'risida oxirgi hukmini chiqardi. Riyosatchi sotchi Sharq Turkistonning mustaqil bo'lishi kerak bo'lgan rayon ekanligini ta'kidladi deyildi. Xitoy Sharq Turkistonda harbiy ul asliyalarini kengaytirish orqali andishda qolganligining signalini bergan. ANI xabar torining 15-iyul kuni Hindiston mudofaa xabarlari torining 16-iyul kunidagi xabarida Sharq Turkiston rahbarlari Xitoyning Sharq Turkistonni bostirish tirishchiligining bir parchasi sifatida Sharq Turkistondagi harbiy mavjudligini texmo kuchaytganligini, Tikuchar va havo bazasidan 360 dan ortiqini insho qilganligini aytdi. Yaqinqi doklad gazarma tarbiyalash o'rinlarining kengaytirilib tasdiqlanganligini bildirmoqda. Amerika Mudofaa Ministerligi va xalqaro qurilishlarning jug'rafiyalik siyosiy analizlari bu taraqqiyotlarning Xitoyning texnik keng harbiy strategiyasi ekanligini o'tirg'a qo'ydi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining bexatarlik va tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor ijtimoiy axborot supsi ichida Xitoy hukumatining atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida xalq armiya soqchilari va atalmish Xinjiang ishlab chiqarish va qurilish atriti a'zolarining sirtida 360 dan ortiq Tikuchar aeroplani va havo bazasi insho qilganligini bildirdi. Bu g'oyat zo'r harbiy mavjudlik kuchning ifodasi bo'lmasdan kishini hayron qoldiradigan qo'rqinchoqlikdan iborat manzaradan derak beradi. Beyjingning ishg'oliyatini saqlab qolishga urinishi, ularning jahongirlikning ojiz nuqtasi Sharq Turkistonga bo'lgan kontrollikni yo'qotishdan cho'nqur andish paydo qilganligining ifodasi. Sharq Turkistonda keng ko'lamli harbiy, yarim harbiy va soqchilarning mavjudligi ularning davom qilayotgan Sharq Turkiston xalqini yo'qotish harakati bilan birga Xitoyning intayin ojizligi va qarshilik ko'rsatish andisini oshkorladi dedi. Sharq Turkiston surgunda hukumati 2004-yili muhojiratga Sharq Turkistonliklar tomonidan qurilgan deyildi. Turkiyaning Qahramonmaraş shahri Üstü İmam Universiteti İlahiyat Fakültesi o'quvchilari 2023-yillik va 2024-yillik o'qish bitirish marosimida
Xitoyning ishg'oliyati ostidagi Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar duch kelgan Xitoy yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni la'natladi. O'quvchilar Sharq Turkiston biz sen bilan birga degan xat yozilgan lozungini ko'tarib sahnaga chiqdi. Sevda Dilber, Hatice Pak, Zehra Budak, Fatih Kerim Tülü, Şüheda Aslan, Esra Özdemir. Biz Türk xalqini ishg'ol va irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan qarindoshlarining yanada turishini, Sharq Turkistonning mustaqilligini oxirigacha qo'llashni talab qilamiz. Sharq Turkiston mustaqilligini asliga keltirishdan boshqa qutulish yo'q. Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ko'rishidagi izchilligimiz yaqin kelgusida Xitoy tajovuzchilarini vatanimizdan qo'g'lab chiqarib, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish nishonimizga yetkazadi inshaalloh. George Michael Hove mundaq deydi: qiyin davr kuchlik odamlarni yaratadi. Kuchlik odamlar yaxshi davrni yaratadi. Yaxshi davr ojiz odamlarni yaratadi. Shundoqla ojiz odamlar qiyin davrni yaratadi. Buningda jamiyat taraqqiyotiga qarata bir davr ilinishning sxemasi bor. Bir jamiyat xuddi bir organizmdek kuchliklikdan ojizlikka va ojizlikdan kuchliklikka qarab davriy aylanib turadi. Uningda qattiqlik jasurlarni yetildirsa, rohat-farog'at ojizlarni yetildiradi. Qiyin davr jasurlarning o'tirg'a chiqishini taqozo qiladi. Bizda-chu, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi bizning tariximizdagi eng mudhish, qiyin va qo'rqinchli bir qirg'inchilik davri. Bizning tarixda eng ojizlashgan davrimiz. Ammo ta'tir peshonligimizdanmi aytavur davrimiz jasurlarning emas, balki eng ojizlarning yetaklashiga qoldi. Yuqorqi davrilanishdagi qiyin davrning jasurlarni borliqqa keltirishi bizda texcha borliqqa kelmadi. 8 yildan beri davomlashayotgan bu irqiy qirg'inchilik davrida ojizlarning, taslimchilarning va Xitoyga berib, Xitoylarning chatirqidan o'milab o'tishni ravo ko'radiganlarning soni texmi ovyotidi. Bu biz uchun bir qabohatlik reallik. Bu davr jasurlarga muhtoj bir davr. Bu davrning chaqini badal to'lash orqali aylantirishni o'ziga iroda qiluvchilarga tashna bir davr. Bu xo'rliqni yuyishni sharaf biladiganlarni 4 ko'zi bilan emas, 40 million ko'zlar bilan kutayotgan bir davr. Jasurlar, davr sizlarni chaqiryotidi. Tasavvur qilish qiyin bir davr sizlarga xitob qilyotidi. Erkinlik davri sizlarga taqozo bo'lyotidi. Bu davrni o'zgartirish sizlarning burchinglar, hammamizning burchi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining Cumhur raisi doktor Mamtuminali Afandining yozmalaridan elindi. Bizga vaqt ayirganinlar uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lg'aysizlar.